Salom do'stlar, yaxshimisizlar? Rost gap qilsam bugun bunda jaqadam keldi deb o'ylab qoptikanman. Va tövbeli qaychin, tövbeli qovshin. Rahmat mushu jiroq yaqin demay ketmagan mushu inilarim, fuqularim, cho'nglar, adlarim, akalarim rahmat sizlarga. Undan Ilzat. Çoğun ustamның çoğunluqı ba deb bu markani Şinjandagi har millat xalqi tunuydi shundaq bo'lsaqam. Endi Ilzat universal erkin ilishish mahiri. Bütün Şinjandagi har millat xalqining diqqat nazarini qo'zg'agan bir batur inimiz. Undaqda sen o'zingga mushu cho'ng usta markasiga obraz vakili bo'lishni nayt mas keldi deb o'ylamsa. Shu mening bo'yammi cho'ngaroq bo'lgandan keyin bunun ichida bir kichikina bir fursat bo'lib qoldi deb o'ylayman. Mening buvam oshpazchi. Mushu 30 necha yil hukumat ishlab pensiya chiqqan odam. Endi mening dadammi mushu ot kasbni davomlashtirib 30 necha yil bo'lib kelajak pensiya chiqdi. Endi dadamizning balki mana shunday orzuyi bo'lishi mumkin deb o'ylayman, lekin biz qafas kirib oldik-chi. Endi men shunda taomlarga, mushu o'zimning yurtimning shunda tomoqlarga shunda amroq. Shu vaqtda mushu bir fursatlar bilan tanishib qilib, shunda bir yaxshi bir hamkorlash bo'ldi. Endi men ot kasbimni qilolmasam-mu, endi mushjatda mushu o'zimizning Uyg'urlarning, Şinjanlarning yaxshi taomlarini, titqilarini mushu Şinjanga ishkirga bosmuş butun dunyoga tanishtirsak deb o'ylayman mush fursat bilan. Ilzat inimninki nurg'un mushu finslar bilan bu qitim ko'rishi birinchi qitim mushu yaqin oraliqda ko'rishi. Undan so'ng Ilzatning cho'qim o'zini qo'llagan barliq ishini qo'yib mushu musobaqasini ko'rgan, uning yaxshi tilaklantirilgan suyumlik finslarga deydigan azroq ko'ngil so'z bo'lishi mumkin. Mush fursatda anglaylimi? Men hozir qadar 7 ta musobaqa o'ynab keldim. Balkim ba'zi illarimiz, akalarimiz, aldimiz ko'rgan bo'lishi mumkin, lekin oldingi qitimdagi musobaqani jaqadam ko'rib o'ylayman men. Asli endi chin yurak surim esam yurak so'zimni. Lekin turmushimda nurg'un tanlashlar bor. Lekin men kasbni tanlagandagi birdan-bir maqsad endi menmo xeyli jiroqiyalar berib mashq qilib keldim. O'zimni burundan mushu tantiri maktab mashq uchun bo'lgan. Endi mushuna bir fursat bo'lsa, mushu o'zimizning millatining asha bir yetakchisi bo'lsam, haqlar qilamagan ish men bu mushlabi men bir munda izotgam qilayotgan degan bir orzu armonlar bo'lgan bo'lsa, mayli men yaxshi bo'la olamdim yoki bo'lamasam, mushu mening tirishqinimni ko'rib, mushu nurg'un yoshlar texmatlar mushu bizning davlatimizga, millatimizga mushuna bir nom sharaf akasa deb mushuna bir sabab bilan shu davomlashtirgan bu kasbimni. Rahmat sizlarga.